Bugun bir O'zbekistondagi ajoyib dam olish zonasidamiz. Bu hech qanaqa Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani Chorvoq atroflari emas. Bu yer Chadak emas, Zomin ham emas. O'zlarining bitta hozir prirodaga, tabiatga bitta baho berasizlar. Ertoshsoy turizm qishlog'i hududiy jihatdan Ohangaron tumaniga qarashli bo'lsa-da, bu hudud joylashgan lokatsiya sizni taajjubga solmay qo'ymaydi. Toshkentdan vodiyga ketishda Ohangaron tumanidan o'tib ketasiz, Angrendan ham o'tasiz, Qamchiq dovonida chap qo'lda bu qishloq joylashgan. Ertoshsoyda oilaviy mehmon uylari, ya'ni dachalar tashkil etilgan bo'lib, turistlarga barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Bu yerda o'zini mana shu qishloqda o'zini madaniyati, urf-odatlari, bu qishloq aholisining mehmondo'stligi sizni albatta bu qishloqqa chorlaydi. Menga bu hududda eng yoqqan jihati dachalar bo'ladimi, ular tapchan bo'ladimi yoki har qanday xizmat ko'rsatish turi bo'ladimi? Bularning barchasi arzon. Ya'ni O'zbekistondagi boshqa dam oladigan zonalar, dam olish hududlariga nisbatan anchayin arzon bu yerda. Do'stlar bilan ham yoki qanaqadir ishxonadagi sheriklar bilan yoki qarindosh oilaviy ham bemalol kelib dam oladigan joylar desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Tog'da sharshara joylashgan, yozda jazirama kunlarida bu sharshara ostida hordiq chiqarish, bilmadim, insonga juda ham ajoyib bir emotsiyalarni beradi. Keyin bu yerda osma ko'prik bor. Osma ko'prikda anchagina qismi oynali, keyin rishotkali. Mayli, panjarali qismidan o'tib olganingizdan keyin oynali qismini o'zi bir odamlarga qanaqadir adrenalin beradi. Yo'q, menga bunaqa adrenalin hech narsa emas desangiz, zipline osma dor yo'li ham bor. Bu dor yo'lidan o'tish ham odamlarga o'sha qandaydir hissiyotlarni, emotsiyalarni beradi. Aytganimdek, tabiat juda ham go'zal. Qamchiq dovonini har bir go'shasi, bu dovonning atrofidagi tog'lar insonni o'ziga jalb qilmasdan qolmaydi. Bilaman, Hoji aka, siz dam olmagan joy O'zbekistonda deyarli qolmadi. Chorvoq atrofi, Bo'stonliq, G'azalkent bu taraflarda hamma joyda dam olib chiqqansiz. Surxondaryo, Boysun, Xo'jamayxona, Sangardak sharsharasi yoki Zomin bo'ladimi, bu yoqda vodiyda Chadak bo'ladimi, u yog'i Shohmardon bo'ladimi, hammasiga borgansiz. Endi bitta borib dam oladigan joyingiz mana shu o'zimizning Qamchiq dovonidagi Ertoshsoy hududi bo'ladi. Mana shu joyga keling, bemalol qadrdonlar bilan kelib hordiq chiqaring. Aytib qo'yay, kechqurun mana bu tapchanlarda yotishni o'zini gashti bor. Biz yozni iyul oyida shaharda anomal issiq bo'layotgan paytda ham kelganmiz. Ya'ni shaharda 50 gradus bo'lgan paytda ham kechqurun tapchanlarda o'ranib sovqotib yotganmiz. Buni gashti bu umuman boshqacha, chunki tog'da havosi odamlarga xush yoqadi. Xo'sh, siz bu yerga kim bilan kelgan bo'lardingiz? Buni kommentariyaga yozib qoldiring va albatta bu hudud haqida, Ertoshsoy qishlog'i haqida o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Ha, aytgancha, o'sha Perevaldan chap tarafga, ya'ni vodiyga ketishda chap tarafga kirib ketishda Ertoshsoy qishlog'i joylashgan dedim. Bu hududga turizm qishlog'i maqomi berilgan bir necha yil oldin va qishloq asfaltlashtirilgan. Bemalol asfalt yo'ldan kirasiz, lekin mana shu sharsharagacha bo'lgan masofa 4 kilometr masofa. Bu adrenalinga boy hudud, ya'ni tog'li hudud. Buni relyefi jihatidan bu yerlarda asfalt qilish umuman bu mantiqsizlik bo'ladi. Shuning uchun shunday qoldirilgan. Agar istasangiz, o'sha asfalt yo'l tugagan joydan keyin sharsharagacha sizni Niva mashinalari, ya'ni 4x4 mashinalar ziplingacha, sharsharagacha olib borib olib keladi. Men bu narsani yosh, baquvvat, ya'ni o'sha sog'lom insonlarga tavsiya qilmayman. Onaxonlar, otaxonlar bo'ladimi yoki o'sha ayollarimiz bo'ladimi, bolali farzandli, shular bemalol shu mashinada borib aylanib kelishi mumkin. Bitta Nivani borib kelish narxi mana shu 25-yil holatiga 100 ming so'm ekan. O'sha mashina boradigan, yengil mashinada boradigan joyingizdan u yog'iga 100 ming so'mga olib borib olib kelishadi. Bu juda ham qulay narx. Bir kishiga o'sha 25 ming so'm, 20 ming so'mdan tushadi xolos. Piyoda tog' tabiatlarini soylardan kechib borib, o'zingiz tog'dagi hayvonlarni ko'rib, masalan biz o'sha yerda uzoqdan ayiqni ko'rdik, masalan uni videoga ola olmadik.
mana shunaqa tabiatni tomosha qilib o'zingiz borib kelganingizga baribir yetmaydi. Priroda, tabiat umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ertoshsoy tog'li dam olish zonasi hududi sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va albatta kanalimizga Agrohayotga obuna bo'lib qo'ying.